Assalamu alaykum qarindoshlar. Men bugun Wuhan o'pka yollig'i va yangi koronavirus to'g'risida qisqacha tushuncha berib o'tmoqchiman. Bugungi bu so'zlamoqchi bo'lgan mazmun burunqidan biroz farqli bo'lib, men bu leksiyada mushu Wuhan o'pka yollig'i va uni keltirib chiqargan yangi koronavirus to'g'risida ilmiy yo'sinda bir tushuncha berib o'tmoqchi. Wuhan o'pka yollig'i deganimiz hamda mushu yangi koronavirusi deb atalgan bir xil virus keltirib chiqargan va Xitoyninki Wuhan shahridan tarqalgan yuqumliq kasallik bo'lib, u asosliqi mushu nafas yo'li orqali o'pkani zaxmlantiradigan kasal. Xitoyning Wuhan shahrida 2019 yili 12 oyning boshlarida mushu nafas yo'lidagi kasal alomatliklarini asos qilgan g'ayri bir kasal paydo bo'lib, dastlabda ba'zilar uni SARS deb to'nigan bo'lsa-mu, lekin keyin uning SARS emasligini bilgan, lekin hukumat bu jihatda aniq bir tushuncha bermay uchurlarni qattiq kontrol qilib kelgan. Keyin bu kasallik boshqalarning diqqatini qo'zg'ab, bir qism doktorlar bu kasal to'g'risida ogohlantirish bergandan keyin Xitoy hukumati masalaning ig'irligini bayqab 2019 yili 12 oyning 31 kunisi bu kasal to'g'risida Dunyo sog'liqlik tashkilotiga doklad qilgan. 2020 yilning boshlari kelgan vaqtida boshlarida bu Wuhandagi ba'zi doktorlar, ya'ni tadqiqotchilar bu kasalga giribdor bo'lgan bemorningki badanidan bir xil virusni ayirib chiqib, uning gen qurilmasini aniqlab chiqqan va Dunyo sog'liqlik tashkilotiga sungan. Shuningdan e'tiboran bu virusni Wuhan koronavirusi yoki 2019 yangi koronavirusi deb atagan. 2020 yili 1 oyning o'rtalariga kelgan vaqtda bu kasal bilan giribdor bo'lgan bemorlarning soni uzluksiz ko'payib, bu kasalni kontrol qilish ta'sis bo'lgandan keyin Xitoy hukumati 2020 yili 1-oyning 23-kuni Wuhan va atrofidagi bir qism shaharlarni taqab, sirt bilan aloqani uzishni qaror qilgan. Kasal uningdan keyin uzluksiz taraqqiy qilib, tez ko'payganligi uchun 2020 yili 1-oyning 30-kunisi Dunyo sog'liqlik tashkiloti xalqaroda sog'liq jiddiy holatni e'lon qilgan. Shuning bilan Amerika qatorliq bir qism g'arb davlatlari o'zlarining grajdonlarini Wuhandan chekindirib chiqishga boshlagan. 2-oyninki 5-iga kelgan vaqtida Amerika Xitoydan keladigan aeroplanlarga va sayohatchilarga cheklama qo'ygan. Uningdan keyin bu Xitoy bilan boshqa davlatlar orasidagi aeroplan ko'plagan aeroplanlar amaldan qoldirilib, bu kasal tez taraqqiy qilib dunyoning bir qism davlatlariga targan. Mən dəslabda deb o'tgandagidek bu kasalni paydo qilguvchi bir xil yangi virus bo'lib, uningga 2019 yangi koronavirusi deb nom bergan. Uningdan keyin 2-oyninki o'rtalariga 5-iga kelgan vaqtida Dunyo sog'liqlik tashkiloti bu virusning ismini SARS koronavirusi 2 deb o'zgartgan. Hamda mushu Wuhan o'pka yollig'ininki asosli kasal alomatlari nima degan vaqtida qizish, bo'g'zi og'rish, yo'talash, nafs qisilish bo'lib, kasal taraqqiy qilgansa o'pka ojizlashidi, ya'ni o'pka, jigar, buyrak qatorliq ko'p xil a'zolar zaiflashidi. Oxirisida agar qutqizish unum bermasa, bemor o'lib ketadi.
Bu koronavirusu qanda tarqıldı degan vaqtida bu virus asosliqi shu virus to'shig'uvchi yoki shu Wuhan o'pkalig'i giribdor bo'lg'uchi bemorlarninki o'tilishi, tushirishdan chiqqan tükürük donchalardan, anandan keyin qo'l va bevosita uchirishdan tarqaldiganligi ma'lum. Undan boshqa shu havo, cho'ng tarat, qon onadan bolaga yuqish degandek ba'zi tarqash usullari ba'zi doktorlarninki diqqatini chekkan bo'lsa-mu, lekin u yo'llar bilan tarqalaydiganligi hozir jazman emas. Buningdan keyingi kuzatishlar natijasida ba'zi yangi tarqalish usullarimi jazmanlashishi mumkin. Hozircha asosliqi shu ig'izdan chiqqan tükürük donchalari qo'l va bevosita uchirish orqali yuqadiganligi ma'lum. Koronavirusningki insonlar orasida tarqishida eng muhim bo'lgan bir masala uninki shu virusning o'sib yetilishi, ya'ni bemorda kasal alomatlari paydo qilish uchun ketgan yoshirin mazgili bo'lib, uni hozir ko'pincha kishilar 2 kundan 14 kun orasida deb qaraydi. Ba'zilar uninki eng uzun bo'lgan vaqtida 24 kun ketadiganligini o'tirib qo'yyotidi. Bu koronavirusningki o'ttir hisob bilan, ya'ni 5 ta 2 kunda insonlarda kasal alomati paydo qildiganligi ma'lum. Korona virusi va u keltirib chiqargan Wuhan o'pka yollig'ininki davolash va uning oldini olish masalasiga kelsak, hozirga qadar bu kasalga nisbatan unumli bir davo yo'q. Bu kasalni davolashda asosliqi hozir mavjud bo'layotgan virusga qarshi dorilar bilan universal davolash birlashtirilib, davolash ilib berilyotidi. Hamda bu kasalninki oldini olish masalasiga kelsak, har qanday virus keltirib chiqargan kasallikning oldini olishda shu vaksina nihoyatda muhim rol o'ynaydigan bo'lib, hozirga qadar bu kasalga nisbatan vaksina yo'q. Lekin bir necha davlatlar bu kasalga qarshi vaksina ishlab chiqaryotidi. Yaqin kelgusida balkim bu kasalga qarshi vaksina ishlab chiqarilishi mumkin. Bu kasal shu xalqaro oshkorlanib, hozirga qadar shu 1 oyga yaqin vaqt ichida bu kasalga nisbatan butun dunyo miqyosida har xil ko'z qarashlar o'tirg'a tushmoqda. Bo'libmi bu kasal qandaq paydo bo'lgan, u virus nerdan kelgan degan masala ustida nurg'un kishilar o'xshamagan ko'z qarashlarni o'tirib qo'yyotidi. Men tövəndə bu kasallikninki bu kasallikni keltirib chiqargan koronavirusininki manbasi to'g'risida talash tortish bo'layotgan masalalar ustida o'zimning izlanishiga asosan ba'zi ko'z qarashlarimni o'tirib qo'ymoqchi. Bu masalaga kelishdan burun oldi bilan bu virus to'g'risida, bu koronavirus to'g'risida ozroq tushuncha berib o'taman. Buni bilish uchun oldi bilan bu virusning nima ekanligini bilishimiz bek muhim. Undaqda virus degan nima? Men tövəndə shu virus to'g'risida ozroq tushuncha berib o'tmoqchiman. Virus deganimiz asosan shu boshqa har qandaq jonliqda yuqumlanish paydo qila oladigan, faqat va faqatla jonliqlarning hujayrasiga tayinib ko'paya oladigan mikroorganizm. Ba'zilar uni eng kichik jonliq desa, yana ba'zilar uni jonliqni tashkil qilguvchi genning bir parchasi deb qaramoqda. İnsanlar shu 1892-yildan boshlab virusga diqqat qilishga boshlagan bo'lib, 1898-yili Gollandiyalik mikrobiologiya olimi tunji bo'lib bu virusni bayqagan. 1931-yili shu elektronlik mikroskopninki dunyoga kelishiga ergishib, insonlar virusni rasmiy tanishga boshlagan va hozirga qadar 5000 xildan ortiq virusni bayqagan. Ba'zi mutaxassislarninki qarashicha dunyoda 100 million xildan ortiq virus bor ekan.
Albatta bu faqatla bir paraz, balkim uningdanmi jiq bo'lishi mumkin. Biroq biz o'sha hozir qadar bilgan virus 5000 xil atrofida. Virus hayotlikning eng kichik birligi bo'lib, uning hujayra qurilmasi va metabolizmi bo'lmaydi. Virus faqat boshqa jonliqlarning hujayrasiga tayinib ko'paydi va boshqa jonliqlarga tayinib yashaydi. Virus jonliqlardan ayrilgan vaqtida bak uzun yashayamaydi. Albatta o'xshamagan virusniki badan sirtida, ya'ni jonliq sirtida yashash vaqti uzun bo'lmaydi. Hozir mutaxassislarning qarashicha mutlaq ko'p sondagi virus eng qisqa bo'lganda bir necha minut, eng uzun bo'lganda bir necha hafta yashay oladiganligini o'ttirib qo'ymoqda. Albatta ko'p sondagi virus bir necha soat ichida o'lib tugaydi. Faqat oz sondagi virus bir necha kun yoki bir necha hafta yashay olishi mumkin, biroq mutlaq ko'p sondagi virus bir necha soat ichida o'ladi. Biroq biz bu koronavirusiga oid bak jiq uchurni bilmaganligimiz uchun uningki qanchalik uzun yashaydiganligi, ya'ni badan sirtida qanchalik yashaydiganligi nisbatan aniq bir ma'lumot yo'q hozirga qadar. Virusning cho'ng kichikligi va shakli farqli bo'lib, ko'pincha virus 20 nanometrdan 300 nanometr orasida bo'ladi. Eng cho'ng virusmi 1400 nanometr atrofida bo'lib, uningdan eshib ketmaydi. Eng kichik virusdan, ya'ni 500 ming virusni qator tizgan vaqtida 1 santimetr keldi. Buningdan biz virusninki qanchalik kichik ekanligini bilib olaymiz. Odatda nimalar hamda virusdan boshqa mikrob yoki bakteriya deganlar buningdan xilila cho'ng hisoblanib, bu virus hamda mushu jonliq yoki genning bir parchasi bo'lamdi. Qandaqlikin bo'lsin, mush insonlarda kasal paydo qiladigan mikroorganizm ichida eng kichigi hisoblanadi. Virusning turlari nihoyatda ko'p bo'lib, uni mushu gen alayligiga qarab DNA virusi, RNA virusi va aralash virus deb 3 xilga bo'lish mumkin. Andan keyin shakliga qarab tuz virus, chambaraksimon virus, parcha shakldagi virus deb yana 3 xilga ayirish mumkin. Andan keyin uning zanjirlik qurilmasiga asosan taq zanjirlik virus, qo'sh zanjirlik virus va aralash virus deb yana 3 xilga bo'lish mumkin. Viruslarni yana yuqorqi turlar asosida texmi ko'p kichik turlarga bo'lishga bo'ladi. Undan boshqa yana alfa virus, beta virus degandek boshqa turlarimi bor. Hamda ba'zi qarindoshlar balkim so'rashi mumkin, bu virus bilan bakteriyaniki farqi nima deb. Ularning farqi hamda nihoyat ko'p xil farq bo'lib, bu yerda asosli farqini men tövendagidek bir necha turga ayirdim. Birisi cho'ngligi. Cho'ngligi jihatda men yuqori deb o'tgandagidek virus 20 nanometrdan 300 nanometr oralig'ida bo'ladi. Ko'pincha bakteriyalar odatda 1000 nanometr, ya'ni 1 mikrometrdan cho'ng bo'ladi. Qurilmasiga kelsak, virus virusda hujayra qurilmasi bo'lmaydi. Nimada bakteriyada to'liq hujayra qurilmasi bo'ladi. Ko'payishga kelsak, virus mustaqil ko'payolmaydi. Bakteriya mustaqil ko'payalaydi. Mustaqillik ahvoliga kelsak, virus mustaqil yashayamaydi. Ya'ni u cho'qim shu jonliqlarningki hujayrasi ichida ko'payib, jonliqlar badan ichida yashay oladi. Jonliqdan ayrilgandan keyin bak uzun yashayamaydi. Bu virusda bo'ladigan eng cho'ng alaylik, bakteriya mustaqil yashay oladi. U bütün jonliqda bo'ladigan hamma qurilmalarniki, hujayrada bo'ladigan hamma qurilmalarniki bo'lgani uchun u mustaqil yashay oladi. Endi bu virus bilan bakteriya paydo qilgan kasalliklarni davolashga kelsak, virusga nisbatan virusga qarshi dori ishlatildi. Anandagi oldini olish uchun vaksina ishlatildi.
bakteriyaga nisbatan antibiotik dorilar ishlatiladi. Hamda ko'pincha kishilar virus masalan keltirib chiqargan mushu zukamga o'xshash kasalliklargami antibiotik ishlatadigan ish bor. Bu xato. Virusga odatda antibiotik ishlatish yaxshi ish emas. Bu antibiotik ishlatgandan keyin badanda ba'zi yomon oqibatlarni keltirib chiqarishi, hatto normal bakteriya tamponligini buzib qo'yishi yoki bo'lmasa antibiotik qarshi bakteriyalar shakllanishi mumkin. Shunga odatda virus bilan yuqumlangan kasalliklarga antibiotik ishlatmaslik kerak. Bu virusga faqatla virus qarshi dorilar ishlatildi, oldini olish uchun vaksina ishlatildi. Hamda yuqoriqilar shu virusga oid bir universal tushuncha bo'lib, hamda bu viruslarninki bir turi mushu bugun biz so'zlamoqchi bo'lgan koronavirusi. Men tövəndə bu koronavirus to'g'risida ozroq to'xtalib o'tmoqchi. Bu koronavirusi deganimiz 1960-yillarninki o'rtalarida bayqalgan bo'lib, uni hamda Uyg'urcha desak tojsimon virusi degan ma'noda, uninki shakli faqatla tojsimon shaklda bo'lganligi uchun shakliga asosan uningga tojsimon virusi yoki koronavirusi deb nom berilgan. Uning turlari nihoyatda ko'p bo'lib, u insonlarda, hayvonlarda va qushlarda bo'ladigan nurg'unlagan viruslarni o'z ichiga oladi. Ya'ni bizda eng ko'p uchraydigani, bu viruslarni eng ko'p uchraydigani mushu hayvonlar bilan qushlarda bo'lib, ularniki mutlaq ko'p qismi odamga chiqilmaydi. Ya'ni odamda kasal paydo qilmaydi. Hozir qadar bayqalgan odamda kasal paydo qiladigan koronaviruslari tövəndəki 7 xil bo'lib, uning oldingi 4ti bak ig'ir kasal paydo qilmaydi. Keyingi 3i odamda ig'ir kasal paydo qildi. Yana mushu nafas yo'liga virus nafas yo'liga kirib, nafas yo'lini zaxmlantirish orqali mushu o'pkada nafas yo'lida kasal paydo qildi. Buningki bu 3 virusniki oldingi ikkisi, birisi 2003-yildagi SARS, yana birisi 2012-yilda O'rta Sharqda bayqalgan shu O'rta Sharq nafas yo'li kasali hisoblanadi. Hamda 7-inchisi bo'lsa mush qitim Wuhandan tarqalgan, Wuhan o'pka yolg'ini keltirib chiqargan yangi koronavirusi yoki SARS koronavirusi 2. Mushularni qo'shgan vaqtida hozir qadar insonlarda kasal paydo qiladigan koronavirusi mushu 7. Uningdan boshqa nurg'unlagan mushu koronavirusi asosan mushu hayvon va qushlardan cheklanib, hozir qadar insonlarga chiqilib boqmadi va yoki insonlarda kasal paydo qilib boqmadi. Buningdan keyin balkim yana o'xshamagan mushu koronaviruslari odamga chiqilib, odamda kasal paydo qilishi mumkin. Bu mushu 2003-yildan boshlab hozir mushu 3-inchisi mushu virusniki. Buningdan keyin buning bilan cheklanib qolmasligi mumkin. Yana yangi viruslar bayqalishi mumkin. Hamda men yuqorida deb o'tgandagidek, mushu koronavirusi 60-yillarninki o'rtalarida bayqalgan bo'lib, har qitim yangi koronavirusi bayqalganda, yangi bayqalgan virusga rasmiy ism qo'yilguncha, hatto yana bir yangi koronavirusi bayqalguncha, u virusni yangi koronavirusi degan nom bilan atagan. Shunga bu biz hozir deyotgan yangi koronavirusi, agar biz 2019ni qatmasak yoki Wuhan koronavirus demasak yoki bo'lmasa SARS koronavirusi 2 demasak, bu yangi koronavirusi desak, bu hargiz yangi bir atalg'u emas. Burunmi bo'lgan bunday atalg'ular. Men yuqorida deb o'tgandagidek, har qitim yangi bir koronavirusi bayqalgan vaqtida
Uningdan keyin yana birisi bayqalguncha uni yangi koronavirus degan, anandan keyin uningga rasmiy ism berib, ana atashqa boshlagan. Shunga iliqi bu yangi koronavirusniki torlarda yoki maqolalarda chiqishi hargiz bu virusniki hozir tarqayotgan virusning burun borligini bildirmaydi. Chunki burun deyilgan yangi koronavirusi ayni vaqtida yangi bo'lib, uningga keyin mushu ilmiy usulda nom bergan. Anandan keyin yengisi chiqqandan keyin yana yangi deb atab bir mezgil, uni bir mezgil o'tgandan keyin uningga ayrim ilmiy nom bergan. Xuddi bu Wuhan koronavirusini biz dastlabda yangi koronavirusi deb atagan bo'lsaqmi, yaqinda 2 oyning 5-ida buningga SARS koronavirusi 2 deb nom berdi. Shuning bilan buningdan keyin yana bir yangi koronavirus chiqsa, unimi dastlabda yangi koronavirus deb atashimiz mumkin. Bu jihatda men ozroq tushuncha berib qo'yay dedim. Ba'zi qarindoshlarda torlardan 2010-yillar, 2015-yilda yangi koronavirus yoki Shin Guanzhongbingdu degan maqolalarni ko'rib qolsa, voy burun borkan deb o'ylab qolmasin. U burunqi bo'lgani bilan hozirgisi o'xshash emas. Men yuqorida deb o'tgandek har qitim bir yangi koronavirusni bayqagan vaqtida uni yangi deb atagan. Bu maqola 1981-yil e'lon qilgan maqola bo'lib, uningdimi qizil katakchining ichiga ep qo'ygandek ayni vaqtida bayqalgan virusni, ya'ni mushu nimadan olgan bir ishchi surikni paydo qilgan bir virusni unimi ayni vaqtida yangi koronavirusi deb atagankan. Bu maqola 1981-yil nashr qilingan bo'lib, uningda deyilgan yangi koronavirus bilan hozirgi yangi koronavirusniki hech qanday munosabati yo'q. Buni men alayda bir eskartib o'tishni muvofiq ko'rdim. Endi yuqorida men mushu virus to'g'risida universal az-to'la so'zlab o'tgandan keyin, endi tövanda men mush qitimqi bizningki so'zlamoqchi bo'lgan, mening so'zlamoqchi bo'lgan mushu yangi koronavirusiga kelaman. Bu virus dastlabda mushu 1-oyning boshlarida rasmiy aniqlangandan keyin uningga mushu 2019 yangi koronavirusi yoki Wuhan koronavirusi deb nom berilgan. U keltirib chiqargan kasalni Wuhan o'pka yollig'i yoki Wuhan tipik bo'lmagan o'pka yollig'i deb atagan. 2-oyning 5-iga kelgan vaqtida Dunyo sog'liqlik tashkiloti u yangi koronavirusi yoki Wuhan koronavirusi degan ismni SARS koronavirusi 2 deb o'zgartdi. Anandan keyin Wuhan o'pka yollig'i degan kasalnimi bu kasal nomida jo'grafiyalik yer nomi bo'lmaydi deganni maqsad qilib, bu kasalning ismini COVID-19, ya'ni uyg'urchalashtirib desak, koronavirusi kasali 19 deb o'zgartdi. Bu yerdagi 19 2019-yili, ya'ni 2019-yili boshlangan koronavirusi kasali degan ma'noda bu COVID-19 bu mushu kasallikningki Wuhan o'pka yollig'iningki buningdan keyingi rasmiy ilmiy atalishi bo'ladi. Virusning bo'lsa shu yangi koronavirusi buningdan keyin SARS koronavirusi 2 deb ataladi. Men yuqorida deb o'tgandekdek, mushu yangi koronavirusi yoki SARS koronavirusi 2 ninki mushu gen qurilmasini mushu 1-oyning boshlaridan tortib o'xshamagan davlatlarda aniqlab chiqqan bo'lib, bu vaqtda mushu yaqinqi bir oy ichida nurg'un maqolalar e'lon qilindi. Endi bu virusningki gen alayligida burun biz bilgan viruslar bilan qandaq bog'lanishi, qandaq o'xshashligi bor degan vaqtida, endi bu virus eng yaqin bo'lgan virus mushu shaparangdan ilingan shaparang koronavirusi RATG13 degan virus, bu virusga eng yaqin virus bo'lib, ularning orasida 96% o'xshashlik bor ekan. Undan boshqa anandan keyin SARSga o'xshaydigan koronavirusi deb 2 xil mushu shaparangdan arigan 2 xil virus SL koronavirusi ZC45
SL koronavirusi, ZXC21 degan mush 2 xil virus bilan bu mushu Wuhan koronavirusniki o'xshashlik darajasi 88% ekan. Anandan keyin 2003-yili bayqalgan o'sha SARS kasalniki SARS koronavirusi bilan bu hozir bayqalgan Wuhan koronavirusniki o'xshashligi 79.5% ekan. Anandan keyin 2012-yili O'rta Sharqda bayqalgan shu MERS koronavirusi, ya'ni O'rta Sharq nafas yo'li kasali koronavirusi bilan bu hozirgi Wuhan koronavirusiniki o'xshashligi 50% ekan. Bu mushu Wuhan koronavirusiniki biz burun biladigan bir necha viruslar bilan o'xshashligi va farqi. Endi mushundan ba'zi insonlar shu Wuhan koronavirusiniki qaysi xil viruslarga o'xshashligiga qarab shuningdan o'zgarib kelgan bo'lishi mumkin, yo uningdan sun'iy o'zgartirilgan bo'lishi mumkin deb qaraydiganlar bor. Hozir qadar buningga aniq bir nima yo'q, javob yo'q. Balkim buningdan keyin tadqiqotlarniki ko'payishiga ergishib, buningga biz aniq javob topa olishimiz mumkin. Bu mushu yangi koronavirusiniki gen tartibi, ya'ni mushu SARS koronavirusiniki genomic sequencing deb bu virus 29 mingdan ortiq mushu asos jupininki tuzilishidan tarkib topgan ekan. Bu virusniki mushu gen tartibi mushu nimada torlarda topqili bo'ldi. Buni eng dastlabda 1-oyning boshlarida aniqlangan bo'lib, uningdan keyin Amerika va boshqa davlatlarda shu bemorlarniki badanidan ayirib chiqqan virusga asosan uningki gen tartibini aniqlab chiqdi. Bu endi hozir bu mushu burun bilgan viruslar bilan qo'shilib rasmiy mushu sonliq ma'lumot ombirida arxivlashtirilgan mushu SARS koronavirusi 2niki gen rad tartibi hisoblanadi. Bu ko'rayotgan rasmdagi mushu yangi koronavirusi yoki SARS koronavirusi 2niki elektronlik mikroskop ostidagi ko'rinishi. Bu yerda biz ko'rayotgandek jami 4 virus bo'lib, uning har bir cho'ngliginiki, har birisiniki diametri taxminan 100 nanometr atrofida. Mushu koronavirusi yoki SARS koronavirusi 2 deganimiz oid men bak tafsila to'xtab ketmayman. Endi yuqoridagi shu so'zlab o'tganlar asosan mushu bizning bilishga tegishlik mushu koronavirusga to'g'risidagi muhim uchurlar hisoblanadi. Endi tövanda men mushu yangi koronavirusniki nerdan paydo bo'lgan, ya'ni manbasi to'g'risida hozir bo'layotgan har xil qarashlar to'g'risida ozroq to'xtalib o'tmoqchi. Bu kasal mushu xalqaro oshkorlangan bir oydan ortiqroq vaqt ichida nurg'un maqolalar e'lon qilindi. Anandan keyin YouTube'larda mushu ijtimoiy taratqularda yoki bo'lmasa torbatlarda bu virusga u virusning kelish manbasi va uningga u keltirib chiqqan kasal to'g'risida nurg'un o'xshamagan qarashlar bo'lib, insonlar orasida belgilik qaymoqishlar bo'lib kelyotidi. Endi bularningki bu munozaralar qatnashganlarningki ko'pisi tibbiy arx ko'rinishi bo'lmagan kishilar bo'lib, bir qismi tibbiy arx ko'rinishi bo'lgan kishilar, ba'zilari farzga asosan o'zining ko'z qarashlarini o'tirib qo'ygan bo'lsa, ba'zilari anglab olganlarga, ya'ni ba'zilari belgilik asosga asoslanib o'zining ko'z qarashlarini o'tirib qo'yotidi. Men bu yerda kimning to'g'ri, kimning xato deb hukm chiqarmoqchi emasman. Men faqatla do'stlarniki foydalanib o'zlari hukm chiqarish uchun men shu yaqindan buyon izlangan ba'zi uchurlarni do'stlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Shu hozir bo'layotgan Wuhan koronavirusi yoki SARS koronavirusi 2 to'g'risida eng ko'p bo'layotgan talash-tortish
mushu koronavirus, yangi koronavirusniki biriktirilgan virusmi yoki tabiiy virusmi ekanligi to'g'risida bo'lib, bu nurg'un odamlarning diqqatini o'ziga tortayotgan bir masala. Menmu bu masala to'g'risida biroz izlandim, chunki bu agarda biriktirilgan virus bo'lib qolsa, bu masalaning xarakteri butunlay o'zgaraydi degan gap. Shunga bu virusningki biriktirilgan virusmi yo tabiiy virusmi uni bilishimiz bu ishninki xarakterida yakun chiqarishga alohida yordam bo'ladi. Men tuvanda bu jihatdagi izlanganlarimni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Biriktirilgan virus degan vaqtida buni inglizcha recombinant virus deb ataydigan bo'lib, biriktirilgan virus deganimizda ikki yoki uningdan ortiq virusning ma'lum qisminingki o'zaro birikishidan hosil bo'lgan virusni biz biriktirilgan virus yoki sun'iy o'zgartilgan virus yoki o'zi tabiiy o'zgargan virus deb ataymiz. Endi bu yerda viruslarningki o'zini o'zgartish jarayonida ba'zida boshqa viruslarniki ma'lum bir bo'lakini o'ziga qo'shib olish orqali o'zgartish paydo qildi. Bu xil o'zgarish ham tabiiy bo'ladi, ham sun'iy bo'ladi. Sun'iy bo'lgan bilan tabiiy bo'lganniki xarakter jihatda nihoyatda ko'p farq bor. Tabiiy bo'lgani hamda shu virusningki yashash jarayonida muhitga moslashishi yoki bo'lmasa o'ziniki shu ko'p alohidliklarni o'zgartish uchun tabiiy hosil bo'lgan o'zgarish hisoblanadi. Sun'iy o'zgarish bo'lsa hamda shu insonlarningki ma'lum maqsadda shu virusga o'zgartish kirgizishni ko'rsatadi. Bu rasmda ko'rsatilgani asosan shu biriktirilgan virusningki shakllanish jarayoni bo'lib, men yuqorida deb o'tgandagidek bu jarayon tabiiy bo'lishi mumkin, sun'iy bo'lishi mumkin. Sol tarafdagi yeshil virus ko'payish jarayonida o'zininki ma'lum bir qismiga o'ng tarafdagi qizil virusningki azroq bir qismini qo'shib olish orqali tuvandagi biriktirilgan, ya'ni aslidagi o'ngdagi va soldagi virusdan butunlay farqli holda uchinchi xil, ya'ni yangi bir virusni shakllanish jarayoni ko'rsatadi. Bu suratda buni biz biriktirilgan virus deb ataymiz va yuqorida deb o'tgandagidek bu tabiiy bo'lishi mumkin, sun'iy, ya'ni insonlarningki maqsadlik o'zgartish ostida yuz berishi mumkin. Men yuqori ta'kidlab o'tgandek, biriktirilgan virus tabiiy birikkan virus va sun'iy birikkan virus yoki biriktirilgan virus deb ikki xil bo'ldi. Buningki hamda yuqorida men deb o'tdim, xarakter jihatda butunlay o'xshash emas. Men tuvanda buningga oid bir necha misollarni ko'rsatib o'tmoqchi va shuning bilan birga yaqinqi bir oydan beri shu virusningki qandoq bir virus ekanligi to'g'risida yozilgan ba'zi ilmiy maqolalarni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Bu ko'rayotganimiz shu 2015-yili 11-oyning 12-kunisi shu Nature Tabiat jurnalida e'lon qilingan bir maqol to'g'risida berilgan xabar ekan. U xabarda deyishicha ayni vaqtida shu shaparang virusi, ya'ni SHC-014 bilan SARS virusini biriktirib yangidan bir virus hosil qilganligi, u virusningki odamda ig'ir kasal paydo qildiganligini ayni vaqtida 2015-yili xabar qilgan ekan. Bu shu hozir hamda insonlarningki shu yangidan paydo bo'lgan Wuhan o'pkallig'i virusi yoki Wuhan koronavirusiniki 2015-yili tadqiqot qilgan shu virus bilan munosabati borligini o'ttirib qo'yishib, bu virusningki bir sun'iy,
ya'ni mushu shaparangda bo'ladigan tabiiy virus bo'lmasdan balki sun'iy hosil qilingan ya'ni sun'iy biriktirilgan virus ekanligini dan gumonlanadigan eng muhim sabablarning biri bu nimada 2000 bu shu nima ko'rayotgan bu xabarda 2015 yili shu to'g'risida xabar berib buni insoniyatningki sog'lomligiga tahdid olib keladiganligini ogohlantirish berish nimasida yozgankan ayni vaqtida shu olimlar ishidimi g'ulg'ula paydo qilgankan bu shu yangidan sun'iy ijod qilingan virusningki kelgusida odamga bo'lgan ziyni tahdid to'g'risida shu vaqtidami biroz talash tortishlar bo'lgankan. Shu sababdan bu qitim shu Wuhan o'pka yollig'i tarqalgandan keyin ba'zi insonlar ayni vaqtidagi shu sun'iy biriktirilgan virus sababidan bu ikki ishni bir-biriga bog'lab shu Wuhan o'pka yollig'ini paydo qilgan virusningki shaparangdan paydo bo'lgan tabiiy virus bo'lmasdan bir sun'iy virus ekanligini o'tirib qo'yishda mushu maqola asosiy sabab bo'lgan. Bu virus ayni vaqtida Amerikaningki shu North Carolina universitetida ilib berilgan bir tadqiqot jarayonida ijodda ya'ni biriktirilgan bo'lib, uningga ko'pinchisi Amerikaning tadqiqotchilari, anandan keyin biri ikki Xitoyningki tadqiqotchilari qatnashgankan. Shunga bu yerda hamda mushu hozir Wuhandan tarqalgan mushu Wuhan koronavirusi bilan mushu ayni vaqtidagi 2015-yildagi shu virusningki munosabati bo'lsa yoki bo'lmasa mushu Wuhan koronavirusi ayni vaqtidagi virusga o'xshash bir biriktirilgan virus bo'lsa, u vaqtida buni Amerika biriktirganmi yoki Xitoymi degan savol chiqadi. Haqiqatan 2015-yili biriktirilgan virus Amerikada bo'lib, bu biriktirilgan virusni paydo qilish jarayoniga Xitoydanmi bir tadqiqotchi qatnashgankan. Endi bu yerdagi aniq bo'lmagan bir masala 2015-yili biriktirilgan virus bilan hozirgi virus birmi yoki bir emasmi? U bir masala. Agar bir bo'lib qolsa, buningda Amerikaningmi belgilik roli bor deganlik bo'ldi. Agarda u bir bo'lmasa, ya'ni ayni vaqtida biriktirilgan virusni faqat tadqiqot uchun ishlatib, uning insonlarga bo'lgan ziynini nazarda tutib, u virusni belgilik cheklama ostida olgan bo'lsa, andan keyin ayni vaqtida u virusni biriktirish tadqiqotda qatnashgan u Xitoy olim Xitoy qaytirib ketgandan keyin bu yerda o'rgangan shu bilimlarga asosan qaytadan bir yangi bir xil virusni biriktirib chiqqan bo'lsa, u vaqtida bu Xitoyninki sababidan bo'ldi. Shunga bu yerda bu biriktirgan virus degan vaqtida hozir ba'zilar Amerikaning qo'li bor deb qaraydiganlar bor, yana ba'zilar Xitoyning qo'li bor deb qaraydiganlar bor. Lekin hozirgi shu Xitoyninki shu nimani uchurlarni qattiq kontrol qilib, Amerikaninki u yerga berib, shu kasalni kontrol qilishga yordam berishni cheklagan ishi qaragan vaqtida balkim Xitoyninki boshqalarning bilib qilishni xohlamaydigan bir yoshirayotgan bir ish bo'lishi mumkin. Shunga bu yerda men faqatla buni agar shu virus hamda biriktirilgan virus bo'lsa, u Amerika taraf biriktirganmi yoki Xitoy taraf biriktirganmi deb bir savol taraqqisida ko'pchilikning o'ylab yiqishiga tashlab qo'ydim. Haqiqatan hamda ayni vaqtida shu 2015-yillik tadqiqot Amerikada bo'lingan tadqiqot, uningki gen aloyligi Amerikada bor, lekin bu nimasi
tədqiqatdakı jarayoniga qatnaşqan bu Xitoy olim Xitoy qaytib ketgandan keyin dal shu Wuhanniki P4 tajribxonada tadqiqot ilib beriyotgankan shu munosabat bilan insonlar bu Wuhandan tarqalgan bu Wuhan koronavirusi bilan 2015-yildagi biriktirilgan virusni o'zaro bog'lab bu qitim tarqalgan bu kasalni paydo qilgan Wuhan koronavirusning bir xil biriktirilgan virus ekanligini o'tirib qo'yishiga asosan mush ishlar sabab bo'lgan deb qarayman. Bu tibbiy virusshunoslik ilmi jurnali deb atalgan bu jurnalda 2020-yili 1-ayning 29 kuni e'lon qilingan bir ilmiy maqola bo'lib, bu maqolada asosliqi shu Wuhan o'pkaligini paydo qilgan Wuhan koronavirusniki kelish manbasi to'g'risida avtor o'ziniki bayqaganlarini va ko'z qarashlarini o'tirib qo'yapti. Uning deyishicha bu virusniki shaparangdan kelgan bo'lishining ehtimolligi cho'ng ekanligi, u virusniki 2015-yilda shaparangdan bayqagan yana bir koronavirus bilan belgilik o'xshashligi borligi, biroq farqning borligi balkim shu shaparangdagi shu viruslardan gen o'zgarish orqali bu Wuhan o'pkaligini paydo qilganligini o'tirib qo'yapti. Buningdimi hamdalaqa belgilik nima aniq bir nima yo'q. Avtorning qarashida faqatla buningki bir shaparangdan kelgan virus ekanligiga moyilligini bildiribdi. Lekin 100% bir jazmlashgan bir yakun yo'q bu maqolada. Bu ko'rayotganimiz 2020-yili 2-ayning 3-kunisi Tabiat jurnalida e'lon qilingan maqola bo'lib, bu maqolada avtor shu Wuhan koronavirusiniki 2003-yildagi SARS koronavirusi bilan 79.5% o'xshaydiganligini, aningdan shaparangda bo'ldigan yana bir koronavirusi bilan 96% o'xshaydiganligini o'tirib qo'yish orqali bu virusniki, ya'ni Wuhan o'pkaligini keltirib chiqargan bu virusniki shaparangdan kelganligini o'tirib qo'yishga tirishibdi, lekin yana 100% jazmlashtirmabdi. Buninglik uchun yana ko'plagan tadqiqotlarni ilib berishning zo'r ekanligini o'tirib qo'yapti. Ko'rayotgan bu maqola 2020-yili 1-ayning 29-kunisi e'lon qilgan bo'lib, bu maqolada avtor bu shu Wuhan o'pkaligini keltirib chiqargan Wuhan koronavirusiniki shaparangdan ayrilgan RATG13 virusi bilan 96% o'xshashligini o'tirib qo'yib, bu virusninki biriktirilgan virus bo'lishiniki natayilligini o'tirib qo'yapti. Ya'ni garchi 100% jazmlashtirmagan bo'lsa-mu, lekin avtor u virusninki bir biriktirilgan virus ekanligini inkor qilibdi. Shundaqla bu to'g'risida yana ilgirlagan tadqiqotlarning ilib berishning zo'rligini o'tirib qo'yapti. Men yuqorida hamda shu Wuhan o'pkaligini keltirib chiqargan Wuhan koronavirusiniki zodi biriktirilgan virusmi yoki tabiiy shu shaparangda bo'ladigan virusmi degan to'g'risida ilib berilgan ba'zi talash tortishlarga men o'zimning izlanganlarini va o'zimning ko'z qarashlarini o'tirib qo'yib o'tdim. Hamda buningda ko'pincha odamlar hozir biriktirilgan virus deb qarayotgan, lekin uningga hozir qadar birdan-bir isbot bo'lgan narsa shu 2015-yili Tabiat jurnalida e'lon qilingan shu maqola ayni vaqtida yana ikki virusni biriktirish orqali nihoyatda kuchlik, ya'ni ig'ir kasal paydo qiladigan bir virusni paydo qilgankan, shuni asos qilib turib, bu Wuhandan tarqalgan bu Wuhan o'pkaligini keltirib chiqargan Wuhan koronavirusining bir biriktirilgan virus ekanligini o'tirib qo'ymoqda. Bu qarashdagilar xili ko'p sonni egallaydi, lekin uningga nisbatan ilmiy jihatdan bevosita isbot yo'q, faqatla vositalik isbot bor. Balkim yaqin kelgusida buningga ba'zi yangi isbotlar o'tirg'i chiqishi mumkin.
Hemen tövende hamda mushu hozirgi talash tortish bo'layotgan ikkinchi qiziq nuqta. Ya'ni agar bu virus haqiqatdanmi biriktirilgan bir virus bo'lgan vaqtida uning nada biriktirilgan? Ya'ni Amerikada biriktirilganmi yoki Wuhanda biriktirilganmi? Degan masalani ko'rgan holda ko'pincha kishilarniki, ko'p sonli kishilarniki bu virusniki Wuhandagi P4 tajribaxonasidan kelganligini o'tirib qo'yib, bu jihatda nurg'un o'xshamagan ko'z qarashlarni o'tirib qo'yyapti. Men o'zimning bu jihatda izlangan ba'zi uchurlarga asosan bu jihatda insonlarning qanday qaraydiganligini men do'stlar bilan o'rtoqlashib o'tmoqchi tövende. Endi bu mushu talash tortishninki markazi bo'lgan Wuhan P4 tajribaxonasiniki rasmiy ismi Wuhan virus tadqiqot markazi bo'lib, bu markaz 1956-yili qurilgan ekan. Bu P4 degani mushu virus tadqiqot o'rinlarininki eng yuqori darajalik bağlash sistemasi, ya'ni bexatarlik sistemasi bo'lib, bu Wuhandagi mushu virus tadqiqot markazi mushu yaqinda bir necha yilning oldida mushu P4 darajasiga ko'tarilgan ekan. Mana bu shu rasmda ko'rayotganimiz Wuhan shahridagi mushu asli Wuhan o'pkanligi kesil tarqidi degan dengiz mahsulotlarini sotadigan shu bozordan 32 kilometr yiroqlikdagi Wuhan P4 tajribaxonasiniki tashqi ko'rinishi. Bu tajribaxona Xitoydagi eng mushu virus tadqiqotidagi eng yuqori darajalik birdan-bir P4 tajribaxonasi hisoblanadi. Mao mushu 2020-yili 2-oyninki 17-kunisidagi bir xabarda mushu yaqinda Xitoy hukumati qaror ilib mushu P4 Wuhandagi P4 tajribaxonasiga mushu Xitoyniki mushu bioximiya quroliga mas'ul bir harbiy mutaxassisni mushu Wuhandagi P4 tajribaxonasiga yo'tkab akab shu yerda xizmatga qo'yapti. Bu tashqi dunyoninki mushu P4 tajribaxonasiga bo'lgan gumonini texmi qo'zg'agan bir masala bo'lib, nima uchun Xitoy hukumati mushundoq bir mazgilda Xitoyninki mushu bioximiya quroliga mas'ul harbiy mutaxassisni bu tajribaxonaga yo'tkab akildi. Buningda cho'qim bir bioximiyalik qurollar bilan munosabatlik bir tadqiqotlar bo'layotganlik mumkin degan ba'zi gumonlarni qo'zg'ishiga sabab bo'lgan muhim xabarlarning birisi ekan. Buni men mushu P4 tajribaxonaninki orqa ko'rinishini texmi tushunishimiz uchun bu xabarni bu yerga qo'yib qo'ydim. Bu men yuqorida deb o'tgan 2015-yili mushu 11-oyning 9-kuni Tabiat jurnalida e'lon qilingan bir parcha maqola bo'lib, bu maqola niki avtorlari asosan mushu North Carolina University, Amerikaniki North Carolina University. Ayni vaqtida ular tadqiqot ilib berish orqali mushu SARS virusi bilan yana bir shaparangdan elingan koronavirusi SHC014 degan virus bilan mushu SARS virusi koronavirusini biriktirib yeni bir virus biriktirib chiqqan. U virusninki insonlarda ig'ir tahdid paydo qilganligini bayon qilgan va shu munosabat bilan ba'zi talash tortishlarni keltirib chiqargan ayni vaqtida. Bu yerda hamda diqqat qiladigan bir ikki nuqta bor. Birinchisi shu ayni vaqtidagi shu biriktirilgan virusniki muvaffaqiyat qozonishi, yana birisi bu muvaffaqiyat qozongan nimaga tadqiqotga Xitoyninki hozirgi mushu Wuhandagi P4 tajribaxonasida g'ulluq tadqiqotchi bo'layotgan mushu bir jingli
Li Jinli degan shu Xitoy olimniki bo'lishi. Ayni vaqtida 2015 yildagi biriktirilgan shu sun'iy biriktirilgan virus tadqiqotiga bu Xitoy olim qatnashgankan, bu Xitoy olim Xitoyga qaytib ketgandan keyin balkim shu virus biriktirish texnikasini texmi taraqqiy qildirib, u yerda o'zi ya'ni Amerikadan ayrim holda boshqa bir virusni biriktirgan bo'lishi mumkin. Bu virus dal mushu hozir Wuhan tarqayotgan, Wuhan o'tganligini keltirib chiqargan bo'lishi mumkin deydigan kishilar degan qarashda turgan kishilar asosliqi mushu nimani maqolani asos qilib o'zlariniki shu gumonlarni o'tirib qo'ygan ekan. Bu maqolami mushu Tabiat jurnalida e'lon qilingan bo'lib, jurnal bu maqolani 2020-yili 1-oyning 20-kuni topshirib olgan, 2-oyning 3-kuni rasmiy nashr qilgan. Bu maqolaning avtori ayni vaqtida 2015-yili mushu Amerikadagi virus biriktirish tadqiqotida qatnashgan odam bo'lib, bu odam hozir hamda mushu Wuhandagi P4 tajribaxonasida ishlayotgan, yana mushu projektniki asosli g'olliq tadqiqotchilaridan biri bo'lib ishlayotgan bu maqolaniki asosli avtor ekan. Avtor bu maqolada shu Wuhan o'pka yolg'ini paydo qilgan Wuhan koronavirusniki mushu shaparangdan kelgan virus ekanligini isbotlashga tirishibdi. Ya'ni u maqolasida mushu Wuhan koronavirusniki 79.5% 2003-yili SARS kasalini paydo qilgan SARS koronavirusiga o'xshaydiganligi, andan keyin 96%niki yana shaparangdan ilingan yana bir virusniki, yana bir koronavirusniki bilan gen aloyligi bilan 96% o'xshaydiganligini o'tirish qo'yish orqali bu Wuhan koronavirusnikimi shaparangdan kelganligini isbotlashga tirishibdi. Nihoyat afsus, bu avtor ayni vaqtida, ya'ni 2015-yili mushu Amerikada biriktirma virus paydo qilish tadqiqotiga qatnashgan, ham hozir Wuhandagi P4 tajribaxonasining g'olliq a'zosi bo'lganligi uchun nurg'un kishilar bu ikki ishni o'zaro bog'lab, mushu Wuhanda paydo bo'lgan Wuhan o'pganlig'iniki Wuhandagi P4 tajribaxonasidan yiqib chiqqan virus ekanligini, ya'ni u virusniki ularning tadqiqot projektining bir qismi ekanligini o'tirib qo'yishmoqda. Shu sababdan ba'zi kishilar bu ishni hatto biologiyalik qurolga bog'lab, ya'ni Xitoy hukumati balkim biologiyalik mushu qurol ishlab chiqarish uchun tirishayotgan bo'lsa kerak deb qaramoqda. Hozir qadar garchi buningki bevosita isboti bo'lmasimi, lekin ko'plagan kishilar mushu ikki ishni o'zaro bog'lash orqali bu Wuhan o'pkalig'ini paydo qilgan Wuhan koronavirusniki shu Wuhandagi P4 tajribaxonada sun'iy biriktirma virus ekanligini o'tirib qo'yishmoqda. Bu jihatda hamda 100% isbot bo'larligidek bevosita isbot bo'lmasimi, lekin bu qarashdagi odamlar yomon ko'p. Balkim yaqin kelgusida biz texmi ko'p yip uchullariga va isbotlarga erishishimiz mumkin. Hamda mushu virusninki Wuhandagi P4 tajribaxonasidan chiqqanligi, hatto uningki biologiyalik qurolninki bir qismi ekanligini o'tirib qo'yayotgan nopozliq odamlarning birisi mushu Cumhuriyet Partiyasiniki Kengash palata a'zosi Tom Cotton bo'lib, u shu bayonotida mushu Wuhanda kasal paydo qilgan Wuhan koronavirusniki Wuhandagi P4 tajribaxonasidan chiqqanligi, andan keyin buniki hatto biologiyalik qurol bilan munosabati borligini o'tirib qo'ygan. Undan keyin Xitoyninki mushu Washington turishliq elchisi Sui Tenkay buningga qartib bayonot e'lon qilib, bu Tom Cottonninki bu qarashni butunlay inkor qildi.
Albatta bu alayda bir ajablanargidek ish emas. Xitoy hukumati azaldinla kelsa o'ziga to'g'ri kelmagan ishlarning hammasini inkor qilib kelgan. Eee, Endi bu kasal tarqagandan keyin eng ko'p ziyon tortquchi Wuhan xalqi, ya'ni Wuhanni markaz qilgan Xubey xalqi bo'lganligi uchun ba'zi kishilar bu virusningki mushu Wuhandagi P4 tajribaxonasi bilan munosabatligini inkor qilmoqda. Ularning sababi nima degan vaqtida haqqancha dot bo'lsimi o'zininki putiga o'zi palto chopamdi. Agar ular tadqiq qilgan bo'lsa, u tadqiq qilib chiqargan virus bo'lib qolsa, nima uchun Wuhanda shuncha ko'p odamlarningki jiniga zomin bo'ldi degan qarashni o'tirib qo'yish orqali ba'zilar bu teguvchini Amerikaga qaratishga urinayotganlarmi bor. Yana bu virusningki Wuhan tarqishi va Wuhanda kasal paydo qilib nurg'un odamning jiniga zomin bo'lishida Amerikaning qo'li bor deb qaraydiganlar bor. Lekin bunda qarashdagilar bak ko'p sonni egallamaydigan bo'lib, ko'p sonni egallaydiganlar bu virus shu Wuhandagi P4 tajribaxonasiniki tadqiqot turi bo'lib, bu virus qasdtanlik emas, tasodifiylik bilan eqib chiqqan, ya'ni sirtqa eqib chiqib, insonlarda kasal paydo qilgan deb qaraydiganlar ko'p sonni egallaydi. U qarashdagilarning ichida ba'zilar mushu P4 tajribaxonasida tajriba qilgan hayvonlarni shu hayvonni bir taraf qiladigan odam talab bo'yicha bir taraf qilmay, uni go'sht qatorida bozorga olib sotganlik sababidan bu kasal tarqalgan deb qaraydiganlar bor. Bu qarashdagilar hozir xili ko'p sonni egallayotgan. Men torlardan qarab boqsam. Endi mayli qandaylikim bo'lsin, bu kasal hozir tarab nurg'un odamlarning jiniga zomin bo'ldi. 28 dan ortiq davlatga tarabdi. Dunyoda alohida bir andisha va vahim paydo qilyotidi. Endi buningki haqiqiy mohiyati balkim yaqin kelgusida oshkor bo'lishi mumkin, balkim mangu oshkor bo'lmasligi mumkin. Mayli qandaylikim bo'lsin, bu bir reallikqa aylanganligi uchun biz hozirgi yuzlanayotgan masala biz qandoq mushuninki mush kasalning ziynini qandoq qilib eng to'van darajada to'valtalaymiz degan masala ustida albatta bu Xitoy hukumati bu viruslarni o'zgartib biologiyalik qurol yasashga uringan bo'lsa, bu bizningki qo'limizdan keladigan yoki biz hal qila oladigan masala emas. Uni cho'qim cho'ng Amerikaga o'xshash cho'ng davlatlar cho'qim buning izdirgini qilishi mumkin. Chunki bu yolg'iz odatdagi fuqarolar emas, davlatning manfaatigami alohida tahdid akildigan bir masala bo'lganligi uchun bularni cho'ng davlatlar meningcha buni bo'sh qo'yib yotmaydi. Oyg'ini chiqishlik cho'qim bir tekshirish ilib berishi mumkin. Shundaqdimi, balkim yaqin kelgusida biz buningga aniq bir javobga erisha olishimiz mumkin. Balkim mangu javobga erisholmay bir sir qatorida qilib qilishi mumkin hamda. Bugun do'stlar bilan shunchalik o'rtoqlashib turay. Bu bir mushu akademik ya'ni ilmiy maqolalardan izlangan ba'zi uchurlar bo'lib, buningda hamda men bu yerda qaysi rost, qaysi to'g'ri deb aniq bir yakun chiqarmayman. Buni hammanglar o'zlarimiz analiz qilish orqali o'zlarimizning yakunlarini chiqarib olsak bo'ldi. Hammanglarga rahmat. Keyin qitim ko'rishaylik. Xayr xo'sh.